بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Parvardigor olamga beadad hamdu sano Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomu duoyu salavotlarimiz bo'lsin. Fazilatli kechalarni Mohi Sharifi Ramazonning birinchi jumasini Alloh taolo hammamizga muborakbod aylasin. Kechadagi suhbatda namoz, unga doir hukmlar, uning ahamiyati, undagi farz va vojibotlarga amal qilishlikka qisqacha to'xtalib o'tgandik. Ba'zi birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, rahmatlar kelib, alhamdulillah namozdagi rukunlarni bajarishda, namozdagi ibodatlarni bajarishda xotirjamlik asosiy o'rin tutishligini birinchi eshitishimiz ekan. Amallarni bajarish bor, lekin ularni oralarida xotirjamlikni, sukunatni, viqorni tutishni endi bildik. Alloh taoloning marhamati bilan haqiqatda deydilar, bugun shuni tajriba qilib ko'rdik. Har bir amalda xotirjam harakatlanish odamni qalbiga rohat berar ekan. Yana bir birodarimiz aytdilarki, men namozni darrov o'qib olardim. O'qib tugatib, xotirjam bo'lib jamoatni kutardim. Angladimki, namozni tugatib bekor o'tirishdan ko'ra namoz ichida zikrlarni mukammal qilishlik afzal ekan. Demak, Alloh taoloning marhamatiga erishar ekan. Bugun shuni qildim, soat bilan deydilar, o'lchadim. Boshqalardan ko'ra deydilar, har bir namozda meni farqim 2 minut ekan. Men odamlardan 2 minut oldin namozni bitirar ekanman. Peshin namozini, asr namozini, shom namozini deydilar, shu kun 3 marta. Demak, 3 ta namozni o'tkazsam 6 minut bo'ldi. Har kun namozimdagi agar 6 daqiqadan qo'shsam, bir oyda kamida 3 ta namozga 180 minut bo'lar ekan. Ya'ni yo'q joydan menga keladigan foyda ekan deb hammaga shuni aytishlikni aytdilar. Alloh taolo o'zi iloho ibodatda o'tkazgan soatlarimizni ko'paytirsin. Butun hayotimizni ibodatda o'tmog'ini nasibi muyassar aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, at-tuhru miftahus salat, as-salatu miftahul jannah. Poklik, tahorat namozning kaliti. Namoz esa jannatning kalitidir deydilar. Demak, Alloh taolo bizlarni quyidagi oyat bilan namozda tahorat shart ekanligini uqtiradi, bildiradi. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, ey bandalar, namoz o'qimoqchi bo'lsangizlar, namozni niyat qilsangizlar, tahorat olinglar. Oyatning davomida Alloh tahorat tartibini tushuntiradi. Ey musalli, biyo tahorat kun. Xonai dini xud imorat kun. Chun biyo ey tahoratat zohir, botinat niz oyat tohir. Ey namozxon, namoz o'qimoqchi bo'lsang, avval tahorat qilgin. Diningning imoratini barpo qilgin. Endi qaragin, tahorat olib a'zolarni pokladingmi? Endi qalbingni ham poklagin deb aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda la yaqbalullohu salata muhdathin hatta yatawadda. Tahoratsiz odam tahorat olmagunicha Alloh taolo uning namozini qabul qilmaydi deb Hazrat Rasulimiz marhamat qiladilar. Demak, tahorat nihoyatda muhim amal ekan.
ibodatlar gul toji bo'lgan namozning kaliti ekan, ibodatlarning qabul bo'lish shartlaridan ekan. Tahoratni qanday olamiz? Tahoratni olimlar o'qitiradilar, aytadilar. Ibodat kitoblarining birinchisi tahorat kitobi. Demak, birinchisi inson mustahab qiladi. Ya'ni bizni tilda mustahab deyiladi, ammo kitobiy tilda istinjo. Tahoratga, hojatxonaga, hammomga kirgan odam avval pastni tozalaydi. Xoh qog'oz bilan, latta bilan, xoh yuvish bilan. Qaysi a'zodan axlat ketsa, o'sha a'zoni tozalab yuvadi. Agar oldindan kichkina tahorat ushatsa, o'shani tozalaydi, yuvadi. Agar katta tahorat ushatsa, u yog'ini ham tozalaydi, yuvadi. Bu istinjo deyiladi. Buni tartibi bor. O'tirganda, hojatxonaga kirib o'tirganda, tahorat ushatgandan keyin yaxshilab odam artinishi kerak. Hozir qog'ozlar bisyor. Qadimda kesak bo'lgan. Hozir qog'oz bilan, latta bilan yaxshilab artinadi. Toyinki najosatning asari qolmasin. Qaytib najosat tommasin. Olimlar aytlar bu uchun o'sha qog'oz bilan lattani qo'yadi-yu, 1-2 marta hojatxonaga o'tirib turadi. Buni ba'zilar istibro deydi. O'tirib turadi. Ushatdi. Axlat keldi. Peshob keldi. Yo'lda ham ba'zi bir nimalari tomchilari bo'ladi. 2 marta o'tirib turadi. Yoki 2-3 marta yo'taladi. Mana shu bilan yo'ldagi tomchilar ham chiqib ketadi. Ammo tahorat ushatsa-yu, birdaniga mustahab istinjo qilib turib ketsa, odamni ba'zida o'zi sezadi bir narsa qimirlaganini. Endi u vasvasa ham bo'lishi mumkin, lekin yaxshisi o'sha a'zoga qog'ozmi, lattami qo'yiladi, 2-3 marta turib o'tiriladi, 2-3 marta sal qorinni chiqarib kiritsa va o'sha a'zo yaxshilab siylansa, yo'ldagi axlat ham chiqib ketadi. Undan keyin yuvsa yaxshi bo'ladi. Innalloha yuhibbut tawwabin al-mutatahhirin. Alloh taolo tavba qilguvchi va poklikka nihoyatda qattiq e'tibor berguvchilarni sevadi deb marhamat qiladi. Birov faqat qog'oz bilan artdi. Bemalol. Modomiki najosat o'sha a'zoga yoyilmas ekan, yuvish vojib emas. Yuvish mustahab, yaxshi. Masalan, qish bo'lishi mumkin, quritishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin, ba'zi odam kasal bo'lishi mumkin va hokazo. Nima qiladi? Yaxshilab qog'oz bilan artib, quritib oladi. Yaxshi bo'ladi. Ammo imkoniyat bor, suv issiq, havo yaxshi, joylar yaxshi. Ana endi o'sha a'zoni yuvsa yaxshi bo'ladi. Yuvganda ham deydilar, a'zoni hammasini emas, faqat axlat chiqqan joyini yuvadi, xolos. Demak, mustahab qilib bo'ldi, istinjo qilib bo'ldi. Ana endi la ifrota va la tafrit. Beparvolik ham qilmaydi, haddan ham oshmaydi. Beparvolik qilish tahoratni ushlatib, tozalab ketaverishlik. Uni yo'lda nima qoldi va hokazo. Ammo haddan oshish, ana endi 2 marta emas, 10 marta o'tirib turadi, 2 marta yo'talmaydi, 10 marta yo'taladi va hokazo va hokazo. Bu haddan oshish. Har ikkalasidan ehtiyot bo'ladi, o'rta miyona yo'lni tanlaydi. Mustahab qilib bo'ldi. Ana endi turib tahorat qiladi. Qo'l yuzini yuvadi. Mustahab, ya'ni istinjo qachon qilinadi? Qachon tahoratni ushatsa, ya'ni o'sha 2 axlat ketadigan a'zodan axlat ketsagina tozalab yuvadi. Agar ketmasa yuvmaydi. Masalan, birov uxladi, tahorat ketib qoldi. Birovni biron joydan qon ketdi, tahorati ketib qoldi. Birov nima qildi? Bot chiqardi, tahorati ketib qoldi. Ular istinjo qilish ularga kerak emas. Istinjo qilmaydi. Qo'l yuzini yuvadi, bo'ldi. Qo'li, yuzi, oyog'ini yuvadi, tamom. Ammo o'sha 2 a'zodan axlat ketsagina hojatxonaga kirib yuvadi, xolos.
Ammo o'sha ikki yo'ldan axlat ketmasa, nima qilmaydi? Yuvmaydi, tozalamaydi. Tahoratni chunki sinishni boshqa yo'llari bor. Aytganimizdek, qon chiqsa, yering chiqsa, uxlasa, bot chiqsa va hokazo. Tahoratga o'tirganda avval ikki qo'lni yuvadi. Ikki qo'lni yuvadi bilaklari bilan qo'shib. Undan keyin o'ng qo'liga suv oladi, og'zini 3 marta yuvadi. Og'ziga suv oladi, yuvadi. G'arg'ara qilsa yaxshiroq. G'arg'ara qilsa yaxshiroq. Modomiki ro'za bo'lmasa, ro'zador odam g'arg'ara qilmaydi. Undan keyin nima qiladi? O'ng qo'liga suv olib, burnini qoqadi. Chap qo'li bilan. O'ng qo'liga suvni oladi, chap qo'li bilan burnini qoqadi. O'ng qo'liga 3 marta suv olib, chap qo'li bilan burnini nima qiladi? Tozalaydi. Lekin har bir narsada madaniyat lozim. Har bir narsada odob va axloq lozim. Ba'zi tahoratxonalarga kiramiz. Yonimizda birov tahorat qilyapti. Ba'zilar g'arg'ara qiladilar. Juda bir xunuk holatda. Ba'zilar burunlaridan tozalaydilar. Juda bir xunuk holatda. Yo'q, har bir narsaga madaniyat. Innalloha jamil yuhibbul jamal. Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Odamiy zot har bir narsaga ko'nikadi, o'rganadi. Ba'zilar aytadiki, men shunaqa bir tomog'imni qirmasam pokiza bo'lmaydi deydi. Yo'q. U siz shunaqaga o'zingizni o'rgatgansiz. Unga o'rgatmang, madaniyatliga o'rgating. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning tahoratlarida tahorat qilishni Hazrati Usmon o'rgatdilar. Biror bir narsa me'yordan o'tmagandi. Og'zini yuvadi, burnini yuvadi. Undan keyin o'ng qo'liga suv olib, yuzini yuvadi. Peshanasini, iyaklarini, tagini, quloqlarini yumshog'igacha yaxshilab yuzini 3 marta yuvadi. Undan keyin qo'llarini tirsaklari bilan qo'shib yuvadi. Avvallari aytardilarki, o'ng qo'lga suv oladi, tirsakgacha oqizadi. Chunki u paytda obdasta bilan tahorat qilinardi. Hozir esa alhamdulillah jo'mraklardan suv kelyapti. Qo'lini jo'mrakning ostiga qo'yadi-yu, qo'llarini tirsaklari bilan yaxshilab yuvadi. Avval o'ng qo'lni, keyin inshaalloh chap qo'lini yaxshilab yuvadi. Undan keyin masx tortadi. Masx degani qo'lini ho'llab suv bilan siylash. Qo'lini ho'llaydi, boshini suv bilan silaydi. Qo'lini, boshini avvaldan oxirigacha etadi. Shunaqa etadi. Undan keyin orqasidan qo'lni yoni bilan oldiga peshanasiga olib keladi-yu, quloqlarini ichini yuvadi, tozalaydi. Ko'rsatkich barmoqi bilan quloqning ichki tarafini, bosh barmog'i bilan quloqning orqa tarafini siylaydi. Qo'lining orqasi bilan esa bo'yniga mas tortadi. Undan keyin o'ng oyog'ini yuvadi, to'piqlari bilan qo'shib, undan keyin chap oyog'ini to'piqlari bilan qo'shib yuvadi. Ana shu tahorat bo'ladi. Mana shu tahoratdan namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. Mana shunday odam tahoratli hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda sahoba ikromlarga aytib beradilar. Qiyomat kuni deydilar, ummatim g'urran muhajjalin keladilar. G'urran muhajjalin degani qashqa ot. Ya'ni otning eng qimmati qop qora bo'lib, peshonasida oq qashqasi bo'lsa, oq qashqasi bo'lsa, o'sha ot yaxshi ot hisoblanar ekan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar-ki, qiyomat kuni odamlar nima qiladi? Odamlar ot simon bo'ladi. Ya'ni arablarni sahrolariga nima? Otlar galasi yuradi, otlar podasi yuradi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar-ki, qiyomatda ham odamlar shunaqa bo'ladilar. Ya'ni otlar podasida juda ko'p odam bo'ladi. Juda ko'p odam. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Ya Rasululloh, shuncha bo'lsa, minglab odam bo'lsa, to'da bo'lsa, bularni ichlaridan bizni qanday ayirib olasiz?" Hazrati Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Birovning qashqa oti bo'lsa
ya'ni qop-qora peshonasi oppoq, balqib turgan bo'lsa, podani ichidan o'sha otini ayirib oladimi? Ha Rasululloh. O to'riq qashqa otlar ichida saman bo'lib turadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar-ki, meni ummatim ham qiyomat kuni mahsharda odamizot galasini ichida mana shunday to'riq qashqa bo'lib turadi. Ya Rasululloh, o'zimizni qiyomatda yaxshiroq sizga tanitishlik uchun ana shu peshonadagi qashqa oqlikni qanday ko'proq, yana oydinroq, yana chiroyliroq qilishimiz mumkin? Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar-ki, fa huwa min atharil wudu. Qiyomat kuni bandani peshanasiga beriladigan mana shunday narsa dunyoda olgan tahoratlaringizning osori izi bo'ladi. Shunda Abu Hurayra aytadilar-ki, idan nastakthir. Undoq bo'lsa, tahorat a'zolarimizni mukammalroq yuvamiz deb Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Demak, mukammal tahorat dunyoda ham, oxiratda ham nur bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom tahoratni nur dedilar. Tahorati bo'la turib yana tahorat olishni nurun ala nur dedilar. Nur ustiga nur deb Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom marhamat qilib aytdilar. Mana shunga inshaalloh hammamiz ana shunday tahorat olishni o'rganmoqimiz darkor. Hammamiz ma'lum bir qissani, mashhur bir qissani bilamiz. Kim? Hasan va Husayn radhiyallohu ta'ala anhumlar Payg'ambar alayhissalatu vassalomning nevaralari tahoratga kiradilar. Qarasalar bir yoshi katta, yoshi keksaroq bir otaxon noto'g'ri tahorat qilyaptilar. Bular yosh bolachalar, yosh bola katta odamga gap qaytarishi, yo uni qilayotgan ishini noto'g'riga chiqarishi, yo uni to'g'rilab qo'yishi noqulay yo'l kerak. Shunda ikkalari aytadilar, bu otaxonni tahoratlarini qanday to'g'rilaymiz? Tahorat qilyapti bu odam, vaqt sarflayapti, suv sarflayapti, lekin noto'g'ri. Nuqsoni bor tahorat. Shunda ikkalari otaxonni oldilariga kelib, otaxon, akam bilan men tahorat ustiga tortishib qoldik. Akam aytayapti, meni tahoratim to'g'riroq, men aytayapman meniki to'g'riroq. Ikkalamiz ham tahorat qilsak, siz hakam bo'lsangiz, yoshingiz ulug', qaysi birimizni tahoratimiz to'g'ri, siz bizga baho bersangiz. Tahorat qilib ko'rsatadilar. Otaxon aytadilar-ki, rahmat sizlarga. Ikkallarizniki ham to'g'ri, meniki noto'g'ri ekan. Sizdan tahorat qilishni o'rganib oldim deb aytgan ekanlar. Bir odamni bilaman. Buni nihoyatda ko'p aytaman. Ba'zi odamlarga Alloh baxtiyorlik beradi. Ba'zi odamlar Alloh taolo ularga yerda, ro'y zaminda bir qabulni beradi. Ba'zi odamlar barakali odam bo'ladi. Ozgina narsa bilan ro'y zaminni yoritadi. Barakali odamlar bor. Alloh taolo rahmat qilsin o'tganlarni. Hanuz esimizda bo'lgan odamlar bor. Madrasamizni yaqinida bir onaxon yashardilar. Endi bu 92-yillar, 94-yillar bir onaxon yashardilar. Har yil Mohi Sharif Ramazonda madrasani hamma talabalarni uylariga chaqirib chuchvara qilib berardilar. Endi 50 ta bola bo'lardimi, o'sha payt 100 ta bola bo'lardimi? Hammasiga chuchvara qilib berardilar. Ramazon kelsa kutardik. Qachon xola bizni chaqiradilar-u, bizga chuchvara qilib beradilar. O'sha kishini janozalarini ko'rganman, tummonat odam kelgan. Yer yorilib odam chiqqan. Qarang endi. Alloh qabul qilgan. Bir odamni bilamanki, tahorat bobida ham Alloh taolo unga qabul qilgan. Minglab odamlarni, yuzlab emas, minglab odamlarga tahoratni o'rgatgan. Minglab odamlarga tahoratxonaga o'tiradi, Ibodjon birodarimizdek xizmatini qiladi. Bir odam kelib tahoratni chala-chulpa qilsa yoki tahoratni noto'g'ri qilsa, bolam 1 minut bu yoqqa o'ting deydi.
1 minut bu yoqqa o'ting. Sekingina chekkaga olib chiqib, tahorat qilishni unga o'rgatadi. Avval qo'lingizni yuvasiz, keyin og'iz, keyin burun. Tahorat ana shundoq bo'ladi. Juda ajoyib bo'ladi. Shartli sochiqchalarni qo'yib, chiroyli atirlarni sepib, ana shunday tahorat qilasiz. O'ylang, bitta odamga tahorat qilishni o'rgatsak, bitta odamga bir kunda kamida 3 marta tahorat qiladi odamda endi. Bir kunda kamida 3 marta tahorat qiladi. Har kuni ad-dallu alal khayri kafa'ili. Kim yaxshilikka dalolat qilsa, yaxshilik qilayotganga qancha savob bo'lsa, o'rgatganga ham shuncha savob bo'ladi. Har kuni nomai a'molingizga yuzlab tahorat yozilib tursa, yuzlab tahorat yozilib tursa, ro'zi qiyomat borasiz. 1 million marta tahorat qilgan nomai a'molingizga turibdi. Yo Rob, 1 million marta tahorat kim uni uddasidan chiqadi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda "Law anna nahran bi babi ahadikum fayaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan fahal yabqa lahu min daranihi shay?" Uyingizni oldidan ariq oqsa, unga har kuni 5 marta cho'milsangiz, badanida biron kirchimov qoladimi? La ya Rasululloh. Yo'q. Ariq bo'lsa, nahar bo'lsa, cho'milsangiz hech narsa qolmaydi. Va kadalika salavatul khams yamhullohu bihal xatoya. Xuddi shuningdek 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz sharofatidan Alloh gunohlarini kechiradi. Ro'zi qiyomat banda pokiza bo'lib Allohning oldiga boradi. Tunda pokiza bo'lib uxlaydi, tongda pokiza bo'lib uyg'onadi. Alloh taolo mukammal tahorat qilishni nasib aylasin. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo tavba qilguvchilarni, pokiza tahoratla yuruvchilarni sevadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom dek tahorat olmoqlikni nasib muyassar aylasin. Yuzlablarga tahorat va namozni o'rgatishni yaratgan Parvardigor bu jamoatul musliminga nasib muyassar qilsin. Ushbu fazilatli juma oqshomida yaratgan Parvardigordan iltijo qilib so'raymiz. O'zi hamma narsaga qodir zot. O'zi xoliq va xalloq. O'zi qodir va tavono. Bizlarni ham Alloh ko'p narsaga qodir qilsin. Katta ishlarga qodir qilsin. Alloh taolo bizga ham ro'yi zaminda qabul qo'ysin. Amallarimiz chiroyli qabul bo'lmog'ini nasib va muyassar aylasin. Ko'p odamlarni bilamiz kim? Alloh ularga baraka qo'ygan. Iso alayhissalatu vassalom aytganlaridek, "Vaja'alni mubarakan haysu ma kunt." Qayerga borsam menga baraka bergin. Shunaqa odamlarni bilamizki, Alloh qadamlarini qutlug' qilgan. Alloh qadamlariga baraka bergan. Qayerga borsa gul qiladi. Qayerga kim bilan salomlashsa, o'shani qalbini xursand qiladi. Allohim iloho mana shunday bandalardan bo'lmog'imizni nasib qilsin. Qiyomatgacha qadamimizni qutlug' qilsin, qalamimizni qutlug' qilsin, tilimizni qutlug' qilsin. Innalloha huva g'afurur rahim. Alloh gunohlarni kechadi, tavbalarni qabul qiladi, duolarni ijobat qiladi. Alloh taolo bizni siz 100, 200, 500 odamga bersa, dargohi ilohiydan hech narsa kamaymaydi. Alloh badavlat bo'lmog'imizni, babaroka bo'lmog'imizni, xayrli bo'lmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.